alaykum. Premium Pro kompaniyasiga qiziqayotganlar uchun maxsus video. Xo'p, tushuntiraman. Premium Pro kompaniyasi o'zi nima? Qanaqa bo'lib atirni olsa bo'ladi? Hamkor bo'lsa bo'ladi. Qanday kompaniya, nima ishlar olib boriladi? Mashinik emasmi? Mahsulot sifatlimi? Sotuv bo'limi bormi? degan savollarni hammasiga javob beraman. Xo'p, Premium Pro kompaniyasi o'zi nima? Kompaniyada qanday mahsulot bor? O'zbekistonda 4 yil oldin tashkil topgan kompaniya. Hammasi halol, davlat sertifikatlaridan o'tgan, prezident qarorlari asosida barcha ishlar olib boriladi va shartnomalariga ega kompaniya. Kompaniyaning mahsuloti qanday? Kompaniyaning mahsuloti atir o'zingizga olasiz, xohlasangiz hamkori bo'lasiz, xohlasangiz faqatgina klienti bo'lib qolasiz. Atirni tushuntiraman, atirdan so'ng marketing planini tushuntiraman. Xo'p, atiri qanday? Atirlari Premium Pro'ning hammasini ifori har xil. Premium Pro kompaniyasi Fransiyada Technica Flor kompaniyasi bilan shartnoma tuzgan va shu orqali mana shu atirlar kirib keladi. Bularning serumini hammasi Fransiyada Technica Florda tayyorlanadi va Dubayda qadag'onlanadi. So'ng O'zbekistonga kirib kelinadi. Atirlarning barchasi A klassdagi atirlar. Atirlari juda ham sifatli va puliga dostoyniy. Hidi 7 kungacha ketmaydi. Atirlarimiz qanday ko'rinishda bo'lishini ochib ko'rsataman. Mana shu naborni ochib ko'rsataman. Bu naborda 10 ta atirni 10 xil ifori bor. Xo'p. Женскийmi, мужскойmi deb so'raydiganlarga ham женский, ham мужской atirlarimiz bor. Premium Pro kompaniyasini hamkorlari juda ham ko'paygani uchun 2025-yil va 2024-yil oxirida juda ham katta statistikani ko'rsatgan. Hattoki korobkasini o'zi ham juda ham sifatli qilib ishlangan. Chestno o'tib Bu 10 xil iforga ega bo'lgan atirimizni probniklari bo'ladi. Bu atirlarimizni hammasi original. Birinchi atirimiz Maven Nectar Giorgio Armani 2024-yilgi ifor bu. Ikkinchi atirimiz ifori Blue de Chanel ifori bo'ladi. Uchinchi atirimiz ifori Chanel Chance. Iforlarning hammasi bitta bo'ladi, Technica Flordan ishlab chiqariladi. O'sha iforlarda serumidan olingan, original. To'rtinchi atirimiz Afternoon Swim. Beshinchi atirimizning nomi Spell on You. Oltinchi atirimiz Dancing Blossom 2021. 7-chi atirimiz Symphony 2021. Bularning hammasini ifori original, o'zrashi dahshat hid kelyapti. 8-chi atirimiz Silver Times. 9-chi atirimiz Imagination. Va oxirgi 10-chi atir Atoll Feelings. Korobkani ochganimdan krishkalari yopiq bo'lsa ham shunaqangi shirin iforlar kelyapti. Marketing planini tushuntiraman. Shunaqangi kuchli strategiya tuzilganki, ishlamaslik iloji yo'q. Balki shuning uchun ham ishlayotgandirman bu kompaniyada. Qo'shimcha ish, qo'shimcha daromad. Uyda o'tirgan ayollarimizga ham hammaga to'g'ri keladigan qilib ishlangan. Hech qanaqa mahsulot yo'q, mahsulot sotmaysiz. Faqatgina o'zingizga atir olganingiz evaziga xohlasangiz hamkor bo'lib ishlab qolishingiz mumkin kompaniyada. Xo'p, $100 dan $600 paket turlarimiz mavjud. Atirimizni ko'rinishi mana bunaqa bo'ladi. Xo'p, $100 atirimiz shunaqa korobkada ichida bitta bo'ladi. $200 atirimiz shunaqa korobkada bo'ladi, ichida ikkita bo'ladi bu. Ichida ikkita bo'ladi, bitta murskoy, bitta женский. $200 atirimiz bo'ladi bu. $300 atirimizda bo'ladi. U ham shunaqa korobkada keladi. Korobkada 3 ta bo'ladi. $300 atirimizda. Xo'p. Korobkada 3 ta atir bo'ladi. $400 atirimiz mana bo'ladi. $400 atirimiz, buning ichida 4 ta atir chiqadi. Buni уже probniklari, bu prezentor bo'lganingizda bu atir beriladi. Yoki $600 ga upgrade qilganingizda ham bu atir beriladi. 10 talik ifor bu. $100 dan $600 gacha paket turlarimiz bor. $100 start, 200 standart, 300 business, 400 business plus, 600 family paketlarimiz bor. Qaysi paketga a'zo bo'lishingiz sizni o'zingizga bog'liq. Men o'zim $300 paketga registratsiya bo'lganim uchun mana shu paket turini tushuntirib beraman. Bu siz $300 paket turiga a'zo bo'ldingiz. O'zingizga ikkilikni yaratasiz. Ali va Vali. Ali ham $300 paketga a'zo bo'ladi, Vali ham $300 paketga a'zo bo'ladi. Shunda sizga Alidan 10%, Validan 10% pul miqdori sizga tushadi va binarniy sistema bo'lib yana 10% tushadi. Shunda siz shu yana o'zi $90 pul ishlayapsiz. Bu qilgan mehnatingiz, o'tgan prezentatsiyangiz, olgan bilimlaringiz evaziga olinayotgan pul. Undan keyin Ali o'zinikiligini yaratadi, Vali o'zinikiligini yaratadi. Shu bilan birgalikda yana binarniy sistema hosil bo'ladi. Mana shu binarniy sistemadan tepagacha pul chiqib boradi. Sxemasi shunaqa tuzilgan. Bu cheksiz davom etib ketaveradi. Bu ham o'zinikiligini yaratadi, bu ham o'zinikiligini yaratadi. Shu bilan birgalikda bularga ham har bitta qo'shilgan paketining summasidan 10% tushadi va binarniy bo'lib ham bularga ham sizga binarniy paketdan ham pul tushaveradi. Undan keyin aslida bu tushayotgan pullar muhim emas. Choychaqa deb aytiladi. Kompaniyaning tilida aytganimizda choychaqa deb aytiladi. Muhim narsa mana bu yoqda. Bu narsani tushuntiraman. Siz
o'ng qo'lingizda 7 ta odam, chap qo'lingizda 7 ta odam bo'lganda prezentyor bo'lasiz. Bular o'zi ball bilan hisoblanadi. Primerni shu odamlar soniga yetadi. O'ng tarafingizda 7 ta, chap tarafingizda 7 ta odam bo'lganda siz prezentyor bo'lasiz. Birinchi levelda bosib o'tasiz. Sizga 10 ta probnik atir sovg'aga keladi. Undan keyin 20 ta bu tarafingizda, 20 ta bu tarafingizda bo'lganda Dubay sayohati keladi. Yoki $700 pulini olsangiz ham bo'ladi. Lekin mana bu yerda qo'shilgan paketingizni $600 ga ko'targan bo'lsangiz, kelayotgan Dubay lekin mana bu yerda registratsiya bo'lgan paketingizdan $600 ga family paketga ko'tarsangiz, sizga bitta Dubay emas, ikkita Dubay keladi. Vot, ko'paytiruv 2. Yoki ikkita Dubay sayohati keladi, yoki $1400 pul keladi. Shu joyini kallatini ishlatib harakat qilish kerak. Men o'zim shuni $300 a'zo bo'lib, $600 ko'tarilganman. Endi Xudo xohlasa, xuddi mana shu qilgan mehnatımga 2 baravar yutug'ini olaman. Undan keyin 30 ta odam bo'lganda Turkiyaga borasiz yoki $700 pulini olasiz. Siz mana bu yerda family paket qilgan bo'lsangiz, bu ham xuddi shunaqa. Bundan ham $1400 olasiz yoki ikkita Turkiyani biletini olasiz. Undan keyin 50 taga 50 ta odam bo'lganda Umra sayohati yoki $1,500 pul olasiz. Albatta hamma Umra sayohatiga borishni xohlasa kerak. Undan keyin 100 taga 100 ta odamingiz bo'lganda mashina olasiz. 100 taga 100 ta odam bo'lganda mashina olasiz. Plus sayohati sizga bonusga kompaniya tomonidan sovg'aga beriladi. Mashina $15,000 mashina olasiz yoki $15,000 pulni o'zini olasiz. Undan keyin keyingisi 200 taga 200 ta bo'lganda mashina plus sayohat yoki $20,000 pul. Mashinani olasiz yoki $20,000 pul olasiz. Sayohat yana kompaniya tomonidan bonusga sovg'a sifatida beriladi. 400 taga 400 ta bo'lganingizda mashina plus sayohat yoki $25,000 pul. Mashinani olasiz yoki $25,000 pul olasiz yoki olasiz va sayohat yana bonusga. 1000 taga 1000 ta odam bo'lganda kvartira berishadi Toshkent shahridan yoki $50,000 pul berishadi. Siz ishni tugatdingiz. Yana qandaydir biznes qilmoqchi bo'lsangiz, kompaniya sizga yordam beradi. Undan keyin 5% aksiyadorga aylanasiz. Kompaniyani siz 5% aksiyadorga aylanasiz. Ya'ni 5% tovari oborotini sommasi sizga keladi. Har oyda bu $15,000 ga to'g'ri keladi. Siz pensiyaga chiqib ketasiz. Ishni tugatganingizdan keyin siz pensiyaga chiqasiz. Pensiyaga chiqqaningizdan keyin kompaniyaning 5% tovar oboroti sizga keladi. $15,000 pul va binardan shaxsiydan 10% bo'lganda $10,000, binardan $10,000 shaxsiydan tushib, общий $35,000 pul oyiga olasiz. Premium Pro'ning hamkorlik bonuslari deyiladi. Shaxsiydan 10% olyapsiz, binardan 10% olyapsiz. Lyuks mana bu lyuks bonus hisoblanadi. Mana bu yerda qo'shgan 5 ta shaxsiy odamingiz yutuqqa chiqsa, ya'ni 5 ta shaxsiy odamingiz 5 tasi ham Dubayga chiqsa, sizga plus bitta Dubay sayohat sovg'aga keladi. 5 ta shaxsiy odamingiz mashinaga chiqsa, plus sizga yana bitta qo'shimcha mashina keladi. 5 ta shaxsiy odamingiz kvartiraga chiqsa, sizga yana plus bitta kvartira sovg'aga keladi. Voucher mana shu $35,000 pul bo'ladi. Premium Pro kompaniyasining katalogi bemalol YouTube'ga yozsanglar, Premium Pro deb yozsanglar, yana ham to'liq ma'lumot chiqib keladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, bu katalogda mana shu kompaniyada nima ishlar olib borilgani, qanaqa yo'l tutilganlari hammasi yozilgan. Barcha sertifikatlari davlat tasdig'idan o'tganligi, Fransiya bilan hamkorlik qilgan sertifikatlarning barchasi shu yerga kiritilgan. Bu bilan aytmoqchiman, hech qanaqa ko'pchilik odamlar qo'rqadi, yolg'on emasmi, o'g'rincha emasmi, kuyib qolmaymizmi degan noto'g'ri savollar xalqda paydo bo'lgan. Balki qaysidir boshqa ishlarda kuyib qolgan bo'lishligi mumkin. O'shaning uchun ham shunaqa qo'rquv bilan gapirishadi. Yo'q, hammasi sertifikatlari bor, davlat tasdig'idan o'tgan prezident qarorlari asosida tuzilgan kompaniya. Pro kompaniyasining asoschisi Ikrojon Tajuddinov. O'zbek o'g'loni deydimi? Marketing plani mana shu katalogda polni tushuntirilgan, lekin bu katalog xossaligiga tushuntirsam uncha tushunmasligingiz mumkin. Onlayn tushuntirayotganim uchun offlaynda buni tushuntirsa bo'ladi. O'shaning uchun men naq qilib jaydari qilib chizdim, shu tushunishinglar oson bo'lishi uchun. Boya tushuntirib o'tganimdek 8 ta level bor. Men birinchi leveldan o'tganman. Prezentyor bo'lib, ikkinchi levelga qarab ketyapman. Men ikkinchi statusim lider statusi. Yana bitta maqtanib o'tib ketadigan joyim bor. Piramidada bo'lgan liderlar maktabi 3 kunlik treningda qatnashganimda sizda liderlik qobiliyati bor, fidoyiligingiz uchun taqdirlaymiz deb mana shu sertifikatni berishgan.
registratsiya bo'lganingizdan keyin sizga bilim berilish boshlanadi. Вот уже menda gruppam bor, o'quvchilarim bor va shuncha daftarlarim, eng muhim, eng yaxshi ko'rgan niyatlarim, orzularim, qarorlarim yozilgan daftarim. Bilim beriladi. Hech qanaqa bilimsiz hech nimaga ega bo'lmaydi. Albatta, atir olganingizdan keyin, hamkor bo'laman deganingizdan keyin sizga bilim beriladi, sizga tushuncha beriladi. Qanday ishlash, qanaqa qilib odam topish, qanaqa qilib rivojlantirish, qanday qilib o'z komandangizga ega bo'lish. Bularning hammasi dars davomida tushuntiriladi. Bilimga ega bo'lganingizdan keyin siz bemalol boshqa odamlarga tushuntira olasiz. Bilasiz, hech qanaqa yolg'on yashiq narsa yo'q, hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Faqatgina bilimga ega bo'lib, texnikasini tushunib olib, strategiyasi sari olg'a qadam bosishni siz уже o'rgangan bo'lasiz. Ozgina motivatsion gap aytib o'tib ketaman. Hammasi o'zimizning qo'limizda. Hech kim sizga kelib, "Ma bu pul, ma bu xarajat yoki ma bu mashina, ma bu uy senga" demaydi. Harakatimiz orqali, mehnatimiz orqali qiyinchilik bo'lsa ham albatta rezultat bo'ladigandan ikkilanmasdan reski gazini bosish kerak. Joylaricha bo'lib ketdi gaplarim. Hisoblab chiqildi. 90 dan ortiq mashinani xalqqa bergan ekan. Ishlagani, mehnati evaziga. Hech qanaqa mahsulot sotib olmaysiz. Faqatgina odam qo'shilgan sari, hamkoringiz ko'paygan sari sizni statusingiz tepaga chiqib ketaveradi. Barcha ayollarning ham, erkaklarning ham tilagi bitta, niyati bitta bo'ladi. Yaxshi yashash. Farzandlarini yaxshi maktabda o'qitish, chiroyli uylar olish, albatta mashinalar berish. 1-2 so'm qo'lingizda pulingiz bo'lgandan keyin saxiy ehson beruvchi ayollardan, saxiy ehson beruvchi erkaklardan bo'lish hammamizga nasib qilsin va hammamizning yuragimizda bor. Allohga tavakkal qilib, mehnatingiz orqali mana shu yutuqlarga erishishingiz imkoniyati Premium Proda. Yana bitta gapni aytib o'tib ketmoqchiman. Bu gapim erkaklarga emas, ayollarga tegishli. Erim ruxsat bermaydi. Qaynona-qaynota bilan yashaman, qila olmasamchi, pul topa olmayman degan qo'rquvlarni miyangizdan shunday o'chirib tashlang. Men ham osonlik bilan kirmaganman. Mana ham erim ruxsat bermagan boshida. Aynan shu paytning o'zida shu pulni topishim qiyin bo'lgan. Lekin shunaqangi yuragimda xohishim bo'lgan, shunaqangi ishonchim bo'lgan. Erimni ham ruxsatini olganman. Pulni ham topganman. Ishlagandim ham. Mani komandamda o'zimni onam ham borlar, opalarim ham borlar, kenayim borlar. Erimni o'zini ham qo'shib qo'yganman. Chunki forumlarga qatnashib, ustozlarimni kuzatib ko'rib, mana shu yutuqqa qancha qiyinchiliklar bilan chiqishganini ko'rib, ichim yongan. Shu kompaniya orqali biron nimaga erishishni xohladim va qo'shib qo'ydim. Majburlab qo'shib qo'ydim hammasini. Alloh yuzimni yorug' qilsin, Xudo xohlasa komandamni, gruppamni yutuqqa olib chiqay. Qo'shilmoqchi bo'lsanglar bemalol bag'rim ochiq o'z komandamga taklif qilaman sizlarni.